Radio dastur Yoshlar nigohida fitrat. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun choyimiz issiq, savollarimiz esa undan ham issiqroq. Studiyamizda Abdurauf Fitrat tanlovi g'oliblari. Avvalo tabriklayman. Rahmat Mirjahon. Katta rahmat. Biz uchun sharaf. Juda xursandmiz. Bir savol hammaga: Fitratni maktabga o'rganish osonmi? Yo'q, oson emas Chunki u chuqur. va biroz og'ir. Lekin qiziq. Durdona, siz nima deysiz? Menimcha o'rganish qiyin emas, tushuntirish qiyin. Mana shu gapdan kelib chiqib asosiy savolni beraman. Nega bugungi yoshlar Fitrat kabi fikrlay olmayapti? Durdona, boshlang. Chunki bugun yoshdan fikr so'ralmaydi, bahosi so'raladi, intizomi so'raladi, lekin fikr so'ralmaydi. Demak, ayb maktabdami? Faqat maktab emas, oila ham aybdor, jamiyat ham. Fitrat esa hammaga birdek savol bergan. Men qo'shilaman. Fitrat o'quvchini jim bo'lishga emas, gapirishga o'rgatgan. Hozir esa ko'pchilik xato gapirib qo'yaman deb qo'rqadi. Fitrat xatodan qo'rqmagan. U sukutdan qo'rqgan. Yaxshi gap. Durdona, bunga nima deysiz? To'g'ri, bugun jim bo'la odobiy deyiladi. Fitrat davrida esa jimlik muammo edi. Endi chigal savol. Agar Fitrat bugungi TikTok, Instagramni ko'rsa, nima derdi? Menimcha tanqid qilardi. Lekin butunlay qarshi chiqmasdi. Maqsadsiz foydalanishga qarshi bo'lar edi. Fitrat shunday derdi deb o'ylayman. Gapirayotganing ko'p, lekin aytayotganing bormi? Muammo platformada emas, mazmunda. Demak, ayb yoshda emas. Yo'q, ayb befarqlikda. Fitrat ayollarning o'qishini juda muhim deb bilgan. Ha, bu juda ilg'or fikr bo'lgan. Bugun ham bu mavzu dolzarb. Nomigagina kitobda bor, lekin hayotda kam. Agar Fitrat bugun tirik bo'lsa, u yoshlarni urishmasdi, u savol berardi. Nega sen o'ylamading? Nega sen so'ramading? Fitrat uchun eng xavfli narsa bu befarq avlod. Bu juda kuchli fikr. Oxirgi savol. Fitrat bugungi yoshlarga bitta gap aytsa, nima derdi? Qo'rqma, O'qi. o'yla, jim bo'lma, fikring bo'lsin. Suhbatimiz juda qizg'in kechdi. Endi yakunga shoshilmaymiz. Fitratni bahs bilan emas, she'r orqali his qilaylik. Amirxon, sizdan iltimos. Abdurauf Fitratning bitta she'rini aytib bering. Xo'p, muammo emas. Merrix yulduziga. Go'zal yulduz yerimizning eng qadrli tuhfani. Nega bizdan qochib muncha uzoqlarga tushibsan? Tug'aningga nechun sira gapirmasdan turibsan? So'yla yulduz, holing nedir, nechuk topding dunyoni? Bizning yerda bo'lib turgan tubanliklar, xo'rliklar. So'yla yulduz, sening dag'i quchog'ingda bo'lurmi? Bormi senda bizim kabi insonlar? Ikki yuzli ishbuzarlar, shaytonlar. O'rtoq qonun qonmay itgan zuluklar, qardosh etin to'ymay yegan qoplonlar. Bormi senda o'ksuz yo'qsolning qonin, gurrunglashib cho'g'ir kabi ichganlar? Bormi senda butun dunyo tuzug'in o'z qopchig'in to'ldirg'ali buzganlar? Bormi senda bir o'lkani yondirib, o'z qozonin qaynatuvchi xoqonlar? Bormi senda qorin qursoq yo'lida ilm yurtin borin sog'in sotqanlar? Rahmat, juda ajoyib. Mavluda, sizdan ham. Mayli, o'gitni aytaman. Og'a yigit, sening go'zal nurli ko'zingda bu millat sadoqatim baxtim o'qidim, o'ylashingdan, ko'rishingdan hamda o'zingdan buyuk cho'q qo'shing bog'lig'ini ko'rdim. Turma yugur, tinma to'yish, bukilma yuksak, qo'rqma to'yish, qo'rqma yopish yo'lma qo'zg'al. Ey yo'lini to'sib turgan eski bulutlarni yondirib qo'y, yetib tashlab barchasini yo'q et. Qilolmasa shu ishlarni sen uchun qo'ylikda qo'ylik. Rahmat. Demak, bugungi suhbatimiz xulosasi aniq. Abdurauf Fitrat bizdan mukammal bo'lishni emas, uyg'oq bo'lishni xohlaydi. Va eng asosiysi befarq bo'lmaslikni. Tanlov g'oliblariga, Durdona va siz aziz radio tinglovchisiga katta rahmat. Xayr va fikringizni aytishdan to'xtamang.